Assalomu alaykum. Bounty shirinligini tayyorlab ko'rganmisiz? Ortiqcha kremlarsiz, shunaqa mazali chiqadigan yumshoqqina pirojnini bugun birgalikda tayyorlaymiz. Videoga bitta layk bosib, kuzatishda davom etamiz. Birinchi bo'lib biskvitini boshlaymiz. Biskvitimiz turetskiy biskvit bo'ladi. Hamma mahsulotlarni idishga birdaniga solamiz. 3 dona tuxumni oq sarig'i bilan chaqib soldim. Shakar, un, kakao, jo'xori kraxmali, razriq Avalex solamiz. Turk biskvitlari uchun ishlatiladigan mahsulot. Suv quyib, miksarlashni boshlaymiz. Masalliqlarning miqdorini videoni tagida ham yozib boryapman yoki описаниеga kirib to'liq ko'rib olishingiz ham bo'ladi. Miksarlashni boshladim. Past skоростьdan boshlab sekin-sekin оборотini ko'tarib, baland skоростьda 5-6 minut davomida to'xtamay miksarlaymiz. Ko'pincha duxovkadan olganimizdan keyin biskvitimizni o'rtasi cho'kib qoladi. Jo'xori kraxmalini solganimiz sababi ham shunda. O'rtasi cho'kib qolmasligini oldini oladi. Avalex haqida ma'lumot berib o'tsam, Avalex bu kimyoviy modda bo'lib, faqat turk biskvitlari uchun ishlatiladi. Buni zararli deb o'ylamang. Qizigan pechda hamma zararli xususiyatlari yo'qoladi, bemalol ishlatishingizga bo'ladi. Avalexning vazifasi biskvitni baland ko'tarilishiga, namligini uzoq saqlanishiga, yumshoq bo'lishiga yordam beradi. Avalexni konditor do'konlaridan topishingizga bo'ladi. Biskvit xamirimiz xuddi shunaqa o'zidan 2-3 baravar ko'payib, ko'tarilib, quyuqqina, yengil xamir bo'ladi. Qoshiqdan ag'darganimizda zo'rg'a tushadigan holda bo'ladi. Endi buni qolipga solamiz. Mandagi qolip razmeri 22 santimetr. Qolip tagini folga bilan o'rab olamiz. Folga biskvitni tagini kuymasligini oldini oladi. Xamirni solib, xamirni qolip chetlariga ozgina ko'taribroq qilib joylashtirib pishirishga yuboramiz. Pishirish jarayoni qizigan gaz duxovkasida 150 gradusda 40 minut davomida pishirib olamiz. Shirinligimiz Bounty pirojnisi bo'lgani uchun nachinkasi kokosli bo'ladi. Gazga qo'yadigan idishga 120 ml sut qo'ydim, 100 gram shakar, 100 gram quyultirilgan sut, 150 gram sariyog' solib, o'rta olovda eritib olamiz. Sariyog'ni aralashtirib, eritib olamiz. Sutimiz qaynaganidan keyin olovni o'chiramiz. Ko'rsatib o'tdim. Olovni o'chirib, ichiga 260 gram kokos strushkasini solib, yaxshilab aralashtirib, qopqog'ini yopib, 15-20 minutga qoldiramiz. Sutni issiqligi bilan kokos strushkalari o'ziga namlikni shimib olib, ko'payib, yumshoqlashib, sochni bo'lib turadi. Sovigan biskvitimizni qog'ozidan, qolipidan ajratib, bo'laklarga bo'lib olamiz. Biskvitimizni 3 ga bo'lib olamiz. Bemalol 3 ga bo'linadi. Hozir oralarini ham ko'rsatib o'taman. Yumshoq, mayin, sochni biskvit bo'ladi.
Endi pirojnimizni yig'ishni boshlaymiz. Qolip yordamida yig'sak, bir xil tekis yig'iladi. Sut bilan namlantirib oldim. Kokosli massamizni ikkiga bo'lib, yarmini biskvit ustiga solib tekislab olamiz. Ikkinchi bo'lak biskvitimizni ham solib, buni ham xuddi shunaqa qilib davom ettiramiz. Namlantirib, ustiga qolgan ikkinchi bo'lak kokosli massani solib tekislaymiz. Uchinchi qavat biskvitimizni ham qo'yib olib, qolipini olib tashab, eritilgan shokolad bilan bezatib olamiz. Shokoladni mikrovolnovkada eritib oldim. Mikrovolnovkada eritish jarayonida ham birdaniga ko'p vaqtga qo'yib eritishga bo'lmaydi, shokoladimiz buziladi. Kam vaqtga qo'yib, olib, aralashtirib, yana shu holatni 2-3 martalab takrorlab, shokoladni eritib olamiz. Tayyor bo'lganidan keyin xolodilnikka 1-2 soatga qo'yib olamiz. Ichidagi nachinkalari ozgina formasini ushlab, shokoladlari qotib oladi. Bo'laklarga bo'lib, bemalol dasturxonga tortishingizga bo'ladi. Judayam mazali, yumshoq, mayin, sochni pirojni bo'ladi. Albatta shu retseptni asosida tayyorlab ko'ring. Bugungi videoim sizga yoqqan bo'lsa, layk bosib, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Siz uchun eng ishonchli, eng original videolarni joylab boraman. Telegram kanalimga ham ulaning, silkasini shu videoni oxirida opisiyanida yozib qoldiraman. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, videolarimni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha sog'-omon bo'ling.